Assalomu alaykum. Mazzami rubrikasini navbatdagi videosiga xush kelibsizlar. Ushbu videomizda biz Anastasiya Bualleni Fransiya siyrati asari bilan tanishamiz. Men bu kitobni oldin o'qimaganman. Mana Asaxidan oldik. Fransiya siyrati. Yuksak moda va tansiq taomlar yurtidagi hayot. Qiziq. Menga Fransiya juda ham qiziq. Fransuz tilini o'rganish jarayonidaman hozirgi kunlari. Xo'p, kitobning boshida mundarija bor ekan. Bu yoqdan boshlanib ketgan. Bu qanaqa uslubda yozilgan? Badiiy asarmi yoki avtobiografik yoki memuar yoki ilmiy ommabop aniq bilmayman. Lekin menga yoqdi kitobning sifati. Flexible formati. Qattiq va bukiluvchan. Flexible. Qattiq ham emas, yumshoq ham emas formati. Xo'p, kitobning orqa tarafi orqasida chiroyli rasmlar bor ekan. Carpe diem. Mashhur ibora, buni ko'pchilik bilsa kerak. Fransiya siyrati. Siyrat degani tarix degani. Buni bilmaganlar bo'lsa, bunaqa ajoyib chiroyli rasmlar bor ekan. Parij. Juda chiroyli. Kitobimiz mana shunaqa.